Yana bir marta shunday qiladigan bo'lsang deb zajgalkani yoqqanim bor, ikki qo'lim yuzim yonib ketdi. Ko'rganim yo'qmi, u ayolim yonganidan to'g'risi. Olov tilsiz yov. U paydo bo'lganida qanchadan qancha baxtsiz hodisalarga sabab bo'ladi. Gap shundaki, Toshkentda oilaviy kelishmovchiliklar sabab ayolini ustiga benzin sepib, yoqib yubordi. Voqea poytaxtimizning Yakkasaroy tumanida sodir bo'lgan. 1983-yilda tug'ilgan sudlanuvchi erkak ayoli bilan doimiy ravishda janjallashib yurgan. Sababi shu bolamni ko'rsatmoqchi emas edi. Qizg'anib bolani. Atak men yomonlik niyat qilish umuman yo'q edi. O'sha kuni 1 minut hatto telefonda gaplashtirganda u ish bo'lmasdi, men uchta qilganim yo'q edi. Uyga kirib keldim, benzin olganim haq, yoqaman deb niyatim qilganim yo'q. Xotinim telefonimni ko'tarmayapti. Bir necha oydan beri bolamni ham ko'rsatmayapti. Aynan mana shunday sabablar bilan ayolini qo'rqitib qo'yish maqsadida benzin solingan idishni olib, turmush o'rtog'ining oldiga boradi. Yana bir marta shunday qiladigan bo'lsang deb zajgalkani yoqqanim bor, ikki qo'lim yuzim yonib ketdi. Ko'rganim yo'qmi, u ayolim yonganidan to'g'risi. Benzinni shunda ularning ustlariga sepganmisiz? Benzinni imin ustiga sepganim yo'q. Shunda kirdim, hamda sepdim. Men bilmayman qayerga tegganini, to'g'risi. Men sedim, pushaymonman. Yaxshiyamki ko'rsatilgan tibbiy yordamlar sabab jabrlanuvchi ayolning hayoti saqlab qolingan. Benzinni nima qildi, quydimi? Uyda bormidi, olib kelgan ekanmi? Ustingizga sepdimi yo uyga sepdimi uni? Joyga sepdi, o'sha yerda turibdi. U ayni vaqtda hali ham yanvar oyidan beri shifoxonada davolanmoqda. Tanasining 75% kuyganligi aytilyapti. Ayni vaqtda ahvoli qanaqa singlisi? Og'ir ahvoli, og'ir. 5 marta operatsiya bo'ldi. Unga ketgan qancha rasxodlar, uni bir o'zim bilaman, bir Xudo biladi. Eng ayanchlisi mazkur dahshatli voqea va xotinning kichik farzandi oldida yuz bergan. Sud hukm qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan jinoyatlar majmui tariqasida uzr-kesil o'tashi uchun 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Va xotin urushi, do'ka, ro'mol qurishi degan jumla bejiz aytilmagan. Ammo bizning bugungi voqeamizda kelishmovchiliklar tobora avj olib, janjallarning oqibati erni panjara ortiga, ayolni esa shifoxonaga yetakladi. Xulosa qiling.